Hammaga salom, sizlar bilan Kilomew kanali va nihoyat 2026-yilning ham ilk videosiga yetib keldik. Bugun sizlar bilan hammamiz uzoq vaqt kutgan Qahramonlar olami loyihasining 3-qismini ko'rib chiqamiz. Videoning vaqtini ko'rib turganingizdek yetarli darajada uzun va iloji boricha qiziqarli qilishga harakat qildim. Video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agarda bu loyihani hali ko'rmagan bo'lsangiz, boshidan ko'rib kelishni maslahat beraman, chunki tushunmay qolishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Demak, biz bilamizki, Odin yerga kelgan edi, ammo nega? General Zodni to'xtatish uchun albatta deyishga shoshilmang, sababi Odin bu sabab kelmagan edi. Odin yerga Thorni izlab kelgan edi, sababi necha kundan beri Thor Asgardga qaytgani yo'q edi. Sababini esa hali keyinroq bilib olamiz. Tony Odinning oldiga borib vaziyatni tushuntiradi, ammo Zod hali ham yerni Kripton muhitiga moslashtirayotgan edi. Odin vaziyatni tushunib, askarlarni uni kemasiga elchi sifatida jo'natadi. O'zgartirish ishi to'xtaydi va Zod o'z yordamchilari bilan Odinning oldiga keladi. Yer aholisini qirib tashlash niyati yo'qligini, ammo boshqa sayyorada ular uchun yashash sharoiti yo'qligini aytadi. Yer ularga to'g'ri keladigan yagona sayyora edi. Zod Kripton sayyorasini yo'q bo'lishini va xalqi butunlayga qirilib ketishini istamaganligini aytadi. Muhit to'g'ri kelganida yerliklar bilan birga hayotni davom ettirishni xohlashini aytadi. Shu paytda Tony suhbatga aralashadi. Superman bemalol yashab yurgani haqida va unga hech narsa bo'lmagani haqida gapiradi. Nega sizlar muhitga moslasha olmadingiz deya savol beradi. Bilishimizcha, Superman xuddi filmdagi kabi tabiiy ko'payish mahsuli. Undan tashqari, Supermanda barcha kriptonliklar geni borligi aniqlanadi. Sababi Jor-El farzandi har tomonlama yetuk bo'lishi uchun sun'iy kripton genlarini jamlagan holda tug'ilgan paytdayoq unga singdirgan edi. Shu sabab ham Supermanda barcha kripton geni bor edi. Supermanni tirik saqlash va uni asrab-avaylashning asosiy sababi ham aynan shunda edi. Zodning Jor-El haqidagi gaplaridan Odin hayratga tushadi, sababi Jor-Elning otasi Kar-El aynan o'ziga mos sayyoralarni izlash ekspeditsiyasi rahbari edi. Kar-El sayyoralar kezib yurganda Odin bilan ham uchrashgan edi. Odin va Kar-El qadrdon do'stlar bo'lib qolishgan edi. Ya'ni Kar-El ham qachonlardir sayyoralarni kezib, yashash uchun qulay maskan izlagan edi. Shu tariqa u Odin bilan uchrashgan edi. Odin va Kar-El o'zbekchaga aytganda oldi berdisi bor aka-ukalarga aylangan edi. Odin Jor-El haqida so'raydi, ammo Zod Jor-Elni o'ldirganini aytmaydi, sababi Odindagi katta qudratdan hayiqadi. Agarda Zod Jor-Elni o'ldirganini aytganida, Odin katta ehtimol bilan Zodni va uning malaylarini o'ldirishi turgan gap edi. Shu sabab ham Jor-Elning jang paytida halok bo'lgani haqida aytadi. Odin Jor-Elni Kar-El bilan uchrashib turganligi sabab bilar edi. Jor-El ham o'z navbatida ochiq koinotda ulkan kuchga ega do'sti borligi va uning otasi juda katta qudratga ega ekanligini har doim Zod bilan gaplashganda aytib kelardi. Shu sabab ham Zod Odinga ortiqcha gapirishni istamagandi. Agarda shu joyga tushunmagan bo'lsangiz, tushuntirib o'tganim yaxshi. Ya'ni Jor-El Thor bilan do'st bo'lgan va ular qanchalik qudratli ekanligini bilgan. Shu sabab ham Jor-El har doim Zodga Thor haqida gapirib bergan. Uning otasi esa aql bovar qilmas darajada kuchli deganimni tushundingiz degan umiddaman. Odin Zodga yordam berishga qaror qiladi, sababi qadrdon do'stining yurtdoshlari edi. Ammo Odin ularni Asgardga olib keta olmas edi, sababi Asgard butun sivilizatsiyaning nuqtasi edi va boshqa sayyoradan aholini qabul qila olmas edi. Sababi sayyora faqatgina o'z aholisi uchun qurilgan va kriptonliklar borsa, birinchidan u yerga moslasha olishmas edi. Ikkinchidan esa Asgard ham o'z qudratini yo'qotar edi. Shunday bo'lsa, katta muammo chiqishi aniq edi. Bunga sabab Asgard markaziy sud vazifasida edi, ya'ni Asgard atrofidagi sayyoralar hech qanday holatda ham bir-biri bilan jang qilmasligini ta'minlab kelgan edi. Shu sabab ham Odin yer aholisi bilan kelishib oladi. Grenlandiyadan barcha odamlar chiqarib olinadi va kriptonliklar shu sayyoraga joylashtirilib, xuddi Wakanda kabi qobiq bilan o'raladi. Eslatib o'taman, Wakanda hali bizning hikoyamizga qo'shilgani yo'q. Buni o'xshatish uchun aytyapman xolos.
Qobiq ham kriptonliklarga ham yerliklarga qulay bo'lishi kerak edi. Sababi yer aholisi ular bilan do'stona munosabatga kirishib, o'zbekcha aytganda oldi-berdi qilishga kelishishadi. Yerda o'z navbatida bunday texnologiyalar mavjud emas edi. Shu sabab ham Asgard texnologiyalari olib kelinadi. Daholarimiz Tony, Bruce Banner, Batman hamda Vision bu ishga kirishishadi. Bir necha oylik izlanishlardan keyin ona qutilarining biri hamda Asgardning mustahkam metallari yordamida shaffof va kirib chiqishga xalal bermaydigan qobiq yaratishadi. Sinab ko'rish juda ham xavfli edi, ammo tavakkal qilishga majbur bo'lishadi. Loyiha ish berdi. Hammasi kutilganidek bo'ldi va texnika orolning kerakli nuqtalariga joylashtirildi. Katta qobiq orolni o'rab oldi va kriptonliklar bu hududni o'z iqlimiga va muhitiga moslashtirishdi. To'g'ri, ular ko'payishi va rivojlanishi turgan gap edi va orol ular uchun yashashga kichiklik qilib qolar edi. Ammo texnologiya yer muhitini to'liqligicha o'zgartirmaydi. Shu sabab juda sekinlik bilan ular yerga moslashib borishar edi. Hammasi juda ham ajoyib yakun topgan edi, ammo Lex Luthor bu bitimdan g'azablanadi. Sababi Lois Superman yerga kelishidan oldin Lex Luthor bilan sevishib yurar edi. O'z navbatida Lex Luthor ham Loisni sevar edi. Shu sabab ham Loisning qilgan xiyonatini va yerga kelgan kelgindiliklarni yaxshi qabul qila olmaydi. Lex Luthor haqida ham biroz aytib bersam. Saxovatpeshi inson, ota-onasi yo'q bolalarga doimiy yordam berib kelar edi. Uysiz va ishsiz kambag'allarga tez-tez pul jo'natib turar edi va ishlay oladigan nogiron insonlarni hattoki o'zini kompaniyasiga ishga taklif qilar edi. Xullas, Lex Luthorni hamma saxovatli va rahmdil inson deb bilar edi. Shu sabab ham uni qabih rejasini hech kim kutmagan edi. Lex bundan foydalanadi va qabih rejasini yashirincha ishga tushirishni boshlaydi. Lex Luthor kasalliklarni oldini olish va kriptonliklar noma'lum kasalliklarni tarqatishlarini to'xtatish va tekshirish maqsadida General Zod hamda Supermandan qon namunalarini so'raydi. Luthor oqko'ngil insonligini hamma bilar edi. Shu sabab ham unga nisbatan hech qanday shubha uyg'onmas edi. Lex Luthor qon namunalari yordamida va o'z DNKsi orqali katta va hech qanday qurol to'xtata olmaydigan maxluq yaratadi. Doomsday. Your Doomsday. Doomsday filmdagi kabi ulkan emas edi. Unda inson DNKsi bo'lgani sabab u oddiy chaqaloq bo'lib dunyoga keladi, ammo soniya sayin o'sar edi. Shu tariqa Lex kriptonliklar va yerliklarni yo'q qilish uchun uni tarbiyalaydi va nihoyat oradan 2 oy o'tib Doomsday jang uchun tayyor bo'ladi. Lex Luthor o'z kompaniyasining yuqori qismiga Loisni chaqiradi va unga ichidagi barcha so'zlarni aytadi. U Supermanni hech qachon dushman deb ko'rmaganini, lekin uni insoniyatdan ustun hukmdor sifatida qabul qila olmasligini aytadi. Luthorning fikricha, agar insonlar o'z taqdirini boshqa sayyoradan kelgan mavjudot qo'liga topshirsa, bu oxir oqibatda qullikka olib kelar edi. Lois esa Lexning gaplaridan dahshatga tushadi. U Lexning ko'zidagi avvalgi mehribonlikni emas, balki ich-ichidan yemirilib kelayotgan nafratni ko'radi. Shu payt Luthor unga haqiqatni ochib beradi. Kriptonliklar uchun qurilgan qobiq aslida vaqtinchalik ekanini, uning ichidagi yashayotgan mavjudotlar kuchaygani sari yer uchun haqiqiy xavfga aylanishini aytadi. Lois bunga ishonmaydi, ammo Luthor uni pastki laboratoriyaga olib tushadi. Ammo aynan o'sha yerda Doomsday inson qiyofasida, lekin ko'zlarida rahm shafqatdan asar ham yo'q bo'lgan mavjudotni ko'radi. Uning tanasi soniya sayin o'sar edi va kuchayib borar edi. Lois bir zumda hammasini tushunib yetadi. Bu mavjudot na yerlik va na kriptonlik, u sof qirg'in qurol edi. Lois qochishga urinadi, ammo kech bo'lgan edi. Luthor Doomsdayga ilk buyruqni beradi. Sinov vaqti keldi. Aynan shu paytda Grenlandiya ustidagi qobiqda g'alati tebranishlar boshlanadi.
Superman birinchi bo'lib buni sezadi. Uning qulog'iga notabiiy yurak urishi, yerning o'zining qichqirayotgandek tovushlar eshitiladi. Zod ham bu kuch kriptonliklarniki emasligini darhol anglaydi. Doomsday qobiq chegarasiga yetib keladi va bir zarb bilan uni larzaga keltiradi. Asgardda Odin ko'zlarini yumadi. U bu kuchni oldin hech qachon his qilmagan edi. Bu na sehr, na boshqa qudrat. Bu yo'q qilish uchun yaratilgan kuch edi. Odin darhol Thorni chaqiradi, ammo Thor qayerdaligi hanuz noma'lum edi va bu bejiz emas edi. Doomsday ikkinchi zarbani beradi. Qobiq yemirilmaydi, ammo butun tizim izdan chiqadi. Shu zahoti Batman Tony va Bruce Banner signalni qabul qiladi. Bu oddiy tahdid emas edi. Superman Doomsdayga qarshi birinchi bo'lib chiqadi. Ular to'qnashgan on osmon yorilgandek bo'ladi. Har bir zarba bilan Doomsday kuchayib borar edi. Superman qanchalik kuch ishlatmasin, Doomsday shunchalik qarshi kuch bilan javob qaytarar edi. Zod jangga qo'shiladi, ammo hatto u ham bu maxluqni to'xtata olmaydi. Va aynan shu payt chaqmoq qayerdandir osmonni to'ldiradi. Thor u Mjolnirni yerga urgan zahoti Doomsday ilk bor orqaga chekinadi. Ammo bu g'alaba emas edi. Bu faqat urushning boshlanishi edi. Chunki Lex Luthor yuqorida bu manzarani kuzatib turar edi va u tabassum ila shunday deydi: qahramonlar qanchalik ko'p bo'lsa, qurbonlar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Do'stlar, 3-qism ham shu joyda o'z nihoyasiga yetadi va 4-qism final bo'ladi, ya'ni birinchi mavsumning finali. Finalda esa katta jang bo'lib o'tadi va agarda bu mavsum sizga yoqadigan bo'lsa, loyiha davom etadi va balki 2 va 3 mavsumlar ham chiqishi mumkin. 4-qismni albatta kuting va u yerda qiziqarli va katta masshtabli jang bo'lishi aniq. Do'stlar, agarda video sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni va ajoyib kommentariyalaringizni ayamang. Videoda aktivlik qanchalik yuqori bo'lsa, videoning davomi shunchalik tez chiqadi va shunchalik uzoqroq vaqt davom etadi. Yana yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.